35 gradusdan yuqori bo'lgan haroratda qo'y so'ydirganingizda iloji boricha go'shtni tez buzinglar. Aynab qolish darajasi yuqori bo'ladi. Bundan buyon kun 35 darajadan yuqori harorat bo'lsa, go'shtni tez buzdiringlar. Sababi qo'yda ilik bo'ladi. Ilik mashi bo'ladi. Svejili paytda bu shifo. Lekin bu yopiq holatda dimiqib qolsa, organizmga shunaqa ziyon keltiradi. Sonda, qo'lda harom mag'iz bo'ladi. Bular tez ayniydi. Hid ta'mini bilmasligingiz mumkin bu dimiqqanda, lekin kimnidir qo'y go'shti yeb ichim ketib qoldi, kimnidir qo'y go'shti yeb bunaqa bo'lib qoldim, bunaqa bo'lib qoldim degan har xil gaplarni eshitasiz, lekin qo'y go'shti hech qanaqa undan ta'siri yo'q. Qo'y go'shtimiz faqat shu iligi dimlangan bo'lishi mumkin. Shundagina ichki organizmga ta'siri kuchayib ketadi. Shuning uchun qo'y so'ydirdingizmi, go'sht qochib ketadi, bo'sh qochib ketadi degan narsa yo'q. Chiroyli buzadigan qassob bo'lsa, bizning qassoblarga o'xshab, xudo xolasa hammasi joy-joyida bo'ladi. Sizga ham manzur bo'ladi, bizdan keyin go'sht yegan odamga ham manzur bo'ladi. Xudo xolasa foydali bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar. Kelajakda kimga shunaqa xizmat turi kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar.